Hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda turli xil suyak sinishlarida qanday qilib birinchi yordam ko'rsatish kerak ekanligini va jabrlanuvchiga shikast yetkazmaslik yo'llarini birgalikda o'rganib chiqamiz. YouTubedan video darslar ko'ryapsizmi? Demak, siz onlayn ta'limga qiziqasiz va bu yo'lni to'g'ri deb bilasiz. To'g'risi hamda bu issiqda o'quv markaziga borib, yo'lga soatlab vaqt sarflagandan ko'ra, uyda muzdagina konteyner tagida bitta telefonning o'zida o'qigan nima yetsin. Xullas, ortiqcha gapirib o'tirmayman. Bizni Atomiga platformamizda kimyo va biologiyani onlayn o'rgansangiz bo'ladi. Platforma havolasini video ostida qoldiramiz. Aytgancha, videoga like yoki dislike bosib qo'ysangiz, biz darslarimiz sizga qanchalik ma'qul kelganini bilib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shunda yangi darslar va foydali kontentlar joylanganda bexabar qolib ketmaysiz. Suyak sinishi bu jiddiy jarohat. U ikki xil bo'ladi. Yopiq suyak sinishi va ochiq suyak sinishi. Yopiq suyak singan holatda teri butun bo'ladi. Lekin ichkarida suyak singan holatda bo'ladi. Ochiq singan holatida esa suyak sinib tashqariga chiqadi va yarani hosil qiladi. Sinish belgilari: shish, ko'karish va kuchli og'riq kuzatiladi. Tana harakati qiyinlashadi. Ochiq sinishda esa qon ketish kuzatiladi. Yopiq suyak sinishda asosiysi singan suyakni to'g'irlashga urinmang va quyidagilarni bajaring. Shikastlangan suyakka aslo teginmang. Shishni kamaytirish uchun muz yoki sovuq narsa qo'ying. Agar og'riq juda kuchli bo'lsa, og'riq qoldiruvchi dori bering va shifoxonaga tezroq yetkazing. Ochiq sinishda eng asosiysi qonni to'xtatish. Agar qon favvora bo'lib otilsa, yara ustidagi joyiga bog'ich bog'lash kerak. Agar qon sekin oqsa, yarani toza mato bilan o'rash kerak. Suyakka tegmaslik, uni joyiga qo'yishga urinmaslik kerak. Shikastlangan a'zoni harakatsiz qilib, zudlik bilan tez yordam chaqirish kerak. Agar umurtqa pog'onasi singan bo'lsa, jabrlanuvchini umuman harakatlantirmang. Bemorni ko'chirish kerak bo'lsa, qattiq yuzaga yotqizish kerak. Bosh va bel qismini tik ushlagan holda. Darhol tez yordam chaqirish kerak. Eslab qoling, suyakni singan joyiga qo'yishga urinish va singan joyini bosish mumkin emas va jabrlangan odamni imkon qadar tez shifoxonaga yetkazish kerak.